Allohim menga juda ko'p pul bergin, boylik bergin, bosar-tusarimni bilmasdan o'zim yo'qotib qo'yagan. Allohim, Allohu akbar. Ha, qani endi 20 million pulim bo'lganda xotin, oyoqlaringni davolatardim vafodorim. 50 million pulim bo'lganda seni pochkalaringni ham davolatardim jafokashim. Agar 200 million pulim bo'lganda seni sanatoriyaga jo'natib, yaxshilab davolatib, oy parchaday qilardim onasi. Pulim yo'q-da, pulim yo'q, kambag'allik qursin. Aka, Kam? sizni oqlaringizni Alloh eshitdi. Mana sababchi qildi. Aka, mana bu plastik karta. Kodi 4 xohlagancha pul bor. Mana bu naqd. Aka, 200 million bor bunda? bor. Sharoitlaringizni to'g'rilab yangamni davolating. Ajoyib odam ekansiz, duo qilaman. Pulingiz ko'payib, to'g'imiz ketdi. Pulingiz ko'payib ketdi. Onajonisi. Ana pul bor. Endi men Antaliyaga ketaman. Sen tur yo'qol borib, onangga davolat. Aka, o'zim boshqacha aytib o'tirganingiz-ku. Ukajonim, endi pul bor, mana 200 million pulim bor. Buni nima qilaman? Buni eskini tuzatguncha aqlim ketadi. Undan ko'ra yangisidan, yaxshisidan olaman.